Gentra avtomobiliga 65 talik gaz ballon uстановка qilib berildi. Propan gaz ballon uстановка qilib berildi. Original jihozlari bilan. Xo'p, old qismiga qo'yilgan jihozlar bilan bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Xo'p, blok управления Alex Optima Pico blok управления uстановка qilindi. Original Porsche. Elektron sistema, map datchik, suv datchik, ключатель hamma Porsche bo'ldi xudo xolisa. Farsunkamiz высокоскоростной ADAX farsunka uстановка qilib berildi. Original Atiker Turetskiy reduktorlar bilan. Hid chiqarmasi uchun fragmentlangan shlankalardan foydalanildi. Programma pрошивка, motor, korobka, pult davadashi endi bo'lmaydi-yu, Cobalt'da bo'ladi. Bu avtomat korobka bo'lganligi uchun programma pрошивка, motor korobkasi bilan bemalol qilib berildi. Narxi kommentariyaga plyus qo'yisini qoldiring, biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Qaytarib o'tamiz, kanalimizga obuna bo'ling, chunki siz hech qanaqa gayiga bormasdan, texpasport almashtirmasdan bemalol yuraverishingizga inshaalloh xudo xolasa biz kafolat beramiz. Bizga gaz qo'ydirsangiz 1-noyabrda kutishingiz shart emas. Texpasportni almashtirishingiz ham shart emas. Bundan buyog'iga xudo xolasa uстановка qilib beramiz, cho'tki qilib. Jihozlarimizga 1 yil garantiyasi bilan qilib beramiz. Kimga shunday ishonchli va sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.